Bu darsimizda endi Kerio kontrolni dastlabki sozlamalarini, ya'ni interfeysdan sozlamalarini amalga oshirishni ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Ana o'tgan darsda biz Kerioni ustanovka qildik, IP-larini to'g'riladik. Endi mana shu narsani boshqarish bizda brauzer orqali amalga oshiriladi. Bizda misol uchun administrator kompyuter bor, bu tarmoq administratori, o'sha kompyuterni ishga tushiramiz. Parolimiz 1-2 o'shada. Tak. E'tibor beramiz. IP'sini chopdi. E'tibor beramiz, o'zi DHCP ishga tushgan 172.20.0.11 degan IP olgan. Mana e'tibor bergansiz 20.01. Shu IP-larni olgan. IP-larni oldi. Endi Kerioni sozlash uchun yangi vkladka ochamiz. Bu vkladkada nimani adresini yozamiz. Buning uchun biz demak Kerioni lokal IP-sini brauzerga yozamiz. Mana shu keltirilgan HTTPS 172.20.01.40.81 porti bo'yicha. Demak IP-sini yozamiz. HTTPS 172.20.01 40.81 porti va admin. Demak, bizda sertifikatsiya bo'yicha ogohlantirish chiqdi. Continue. Shuni bosamiz. Next bo'limiga o'tamiz. Tak. Endi keyingisi administratorga parol qo'yamiz. Parol misol uchun salom 321. Salom 321. Yani galchkalar olib tashlasangiz bo'ladi. Udaleniyga kirish bo'yicha agar finish bo'ldi. Salom 321. Salom 321. Demak, biz administrator parollarini sozladik. Endi odatda Kerio kontrol bilan ishlaganda tavsiya qilinadi Internet Explorer'ni 11-versiyalari Chrome, Firefox yoki Opera brauzerlari bilan ishlash tavsiya qilinadi. O'shaning uchun mana Chrome'ni ochdim hozir, shu programmani o'rnatdim brauzerni va endi loginni mana shu brauzer orqali amalga oshiramiz. Buning uchun demak biz 172.20.01 40.81 admin kiramiz. Так. Not private. Advanced. Proset. Продолжить бosamiz. И admin. Parol salom 321. E'tibor beramiz. Demak, biz buni nastroykalarini qilib bo'ldik. Umumiy interfeysi Kerio kontrolni siz agarda rus tilida ishlash qulay bo'lsa sizga bitta kirib change language bu yerdan ruskiy interfeys tanlashingiz mumkin. Mana rus tilida bo'ldi. Endi keyingisi agar litsenziya olinmagan bo'lsa, litsenziya olish uchun copyright belgisini ustiga bosib administrator salom 321 dalее fake o'yin tanlashingiz mumkin. Нажмите получить. Завершить. Demak, bizda litsenziya уже bo'ldi.
bo'ldi. Uni hammasi joyini olib bo'ldik. Недостаточной памяти. Mana bizga xabar berdi. Biz 512 megabayt qo'ygandik. Tak. Bu narsani e'tibor bergansiz 9.2 versiyasida memory 2 GB qo'shishni so'ragan pamarchani. Demak, buni o'zgartirib qo'yish muammo emas. Misol uchun o'sha Kerion'ni operativkasini 2 GB ga oshirmoqchi bo'lsangiz, demak siz birinchi o'rinda kompyuterni o'chirishingiz kerak, keyin operativkaga qo'yishingiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? Tak. Выключить. Tanlaymiz. Sistemada 2048 tanlab qo'yamiz. 2 GB bo'ldi. Yana ishga tushirib ko'ramiz. Endi brauzerda yana admin bo'lgan kiramiz. Admin salom 321 kirdik. E'tibor bergan bo'lsak, boyagi xatolik yo'q, ya'ni resurs yetishmayotganligi to'g'risidagi informatsiya yo'q. Demak, ushbu darsimizda Kerion'ni dastlabki sozlashlarini amalga oshirdik. Keyingi darslarimizda mana shu asosiy boshqaruv oynasi yordamida ko'plab amallarni bajarishimiz mumkin. Bu narsalarni ko'rib o'tamiz.